Assalomu alaykum hurmatli talabalar hamda kuzatuvchilar. Hayot faoliyati xavfsizligi fanida navbatdagi ma'ruza darsimizni boshladik. Mavzu: yong'in xavfsizligi asoslari, yong'in xavfsizligini ta'minlash choralari. Reja bo'yicha quyidagi savollar. Birinchisi, yong'inni o'chirish usullari va vositalari. Ikkinchi, yong'indan xabar berish vositalari, yong'in ofatida inshootlardagi fuqarolarni evakuatsiya qilish tartibi. Uchinchi, yong'in sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish qoidalari. To'rtinchi, is gazdan zaharlanishni oldini olish hamda tabiiy gaz va boshqa muqobil yoqilg'i turlari bilan ishlaydigan isitish pechlaridan xavfsiz foydalanish. Yong'inni o'chirish usullari va vositalari. Har qanday yong'inni o'chirganda yong'inni kuchayishiga olib keladigan omillarni va sharoitni aniqlash muhim o'rin egallaydi. Bunda yonishning davom etishini to'xtatuvchi sharoit yaratish katta ahamiyatga ega. Yong'inni o'chirganda qattiq jismlar yonganda yong'inning tezligi 4 metr minutdan, suyuqliklar yuzasi bo'yicha esa 30 metr minutdan ekanligini hisobga olish kerak. Yong'inda quyidagilarni aniqlanish lozim. Odamlar uchun xavfning bor yoki yo'qligi, ularning turgan joylari, qutqarishning usullari, yong'in sodir bo'lgan joy, yong'inning o'lchamlari, olovning tarqalish yo'llari, yong'in joyiga kuch va vositalarni kirgizish yo'llari va imkoniyatlari, portlash xavfi, zaharlanish, binoning qulashi, tez alangalanuvchi va portlovchi moddalar hamda kuchlanish ostida elektr qurilmalarining bor yoki yo'qligi. Mol-mulklarni xavfsiz joyga olib chiqish, ularni olovdan, tutundan va yong'in o'chirish vositalari ta'siridan saqlash zaruriyati. Yong'in joyiga yaqin bo'lgan suv manbalari va ulardan foydalanish usullari. Yong'inda odamlarga xavf solinishi, portlash xavfini, olovning tez tarqalishini hamda yong'in o'chirishni ta'minlaydigan harakat hal qiluvchi yo'nalish hisoblanadi. Yong'inni bartaraf etish uchun birinchi navbatda ichki yong'in o'chirish jo'mraklari o'rnatilgan yong'in o'chirish qurilmalaridan foydalaniladi. Asosiy vositalar: suv bilan o'chirish. Suv eng ko'p tarqalgan arzon va shuning bilan birga deyarli hamma yerda mavjud bo'lgan o't o'chirish vositasi bo'lib, har qanday kattalikdagi yong'inlarni o'chirish mumkin. Suvning o't o'chirishdagi asosiy xususiyati uning ko'p miqdorda issiqlik yutishiga asoslangan. Bug' yordamida o'chirish. Ba'zi bir sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonida juda ko'p miqdorda bug' hosil bo'lishi mumkin. Bunday korxonalarda yong'in chiqqan taqdirda bug'dan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Uchinchi, yong'inga qarshi suv ta'minoti. Odatda o't o'chirish uchun ishlatiladigan suv katta bosim ostida kuchli oqim sifatida alangalanayotgan joyga yuboriladi. Buning uchun yetarli bo'lgan bosimni shahar sharoitida umumiy shahar vodoprovod tarmoqlari orqali hosil qilinadi. Binolarning ichidagi yong'inlarni suv purkash usulida o'chirish ham yaxshi natija beradi. Bu usul bilan xonadagi haroratni pasaytirish va tutunga qarshi kurashish mumkin. Bunda suvni binoning yuqorgi qismiga purkash kerak, toki purkalgan suv iloji boricha ko'proq yonish mahsulotlariga tegadigan bo'lsin. Purkalgan suv zarrachalari pastga qarab yo'naladi, ko'tarilayotgan issiqlik bilan to'qnashib bug'ga aylanadi va bug' yo'nalishini o'zgartirib yuqoriga qarab ketadi. Bu xonaning yuqori tomonini egallab yonayotgan zonani bosadi. Yirikroq zarralar esa qizib pastga qarab yo'nalish davrida yonishdan hosil bo'lgan mahsulotlar bilan birikib pastroqdagi yonish o'chog'iga yo'naladi va bu yerga bug'lanib yana havoning o'rnini egallaydi. Bug' bilan o'chirishning asosiy qonuniyati shuki, xonalardagi yuborilgan bug' kislorodga boy havoni siqib chiqarib, uning o'rnini egallaydi. Bug'ning o't o'chirish samaradorligi uning ma'lum bir xonaga yuborilgan miqdoriga bog'liq bo'ladi. Ko'pik bilan o'chirish. Ko'pik bu suyuqlikning maydalangan tizimi bo'lib, bunda havo bir-biridan suyuqlikning tarang sirtlari bilan ajralgan bo'ladi. Ko'pik hosil qilinish uchun havo zarralari suv qobig'i bilan o'rash, ya'ni havo zarralarini suvga singdirish kerak. Ishqorlar bilan kislotalar aralashuvining kimyoviy reaksiyasi yoki suv bilan ko'pik hosil qiluvchi moddalar va havo aralashmasini mexanik aralashtirish asosida ko'pik hosil qilinadi, hurmatli talabalar. Maxsus kimyoviy vositalar yordamida o'chirish. Yonuvchi metallarni o'chirish juda mushkul ish.
Bunday yonuvchi metallar qatoriga kaliy, natriy, litiy, sirkoniy, magniy va boshqalarni kiritish mumkin. Karbonat angidrid magniyni yonishni tezlashtirib yuboradi. Yonayotgan metalda suv sepib o'chirmoqchi bo'lsangiz, unda portlash ro'y berib, metal parchalari ancha uzoq masofalarga tarqalib, yonish zonasini kengaytirib yuboradi. Yong'inni o'chirish uslublari va o'chirish moddalarining xususiyatlariga mos ravishda yong'inni o'chirish vositalarini tanlab olinadi. Ular asosiy, maxsus va yordamchi vositalarga bo'linadi. Asosiy vositalar yong'inga o't o'chirish moddalarini, ya'ni suv, ko'pik, kukun, karbonat angidrid gaz va boshqalar sepish bilan belgilangan. Bularga avtomobil, avtotsisterna, motopompa, o't o'chirgichlar va boshqalar kiradi. Maxsus vositalarga esa yong'inni o'chirishda maxsus ishlarni bajarish uchun ishlatiladi. Ularga avtonarvonlar, tirsakli ko'targichlar, yoritish va aloqa avtomobillari, shuningdek operativ avtomobillar kiradi. Keyingisi yordamchi vositalar yong'inni o'chirishdagi ishlarni bajarish uchun yetarli sharoit yaratadi. Bularga suv quygichlar, yuk avtomobillar, avtobuslar, traktor va boshqa mashinalar kiradi. Birlamchi o't o'chirish vositalari yong'inni boshlanganda alangani keng tarqalib ketishini to'xtatish va o't o'chirish uchun qo'llaniladi. Avtomatik o't o'chirish vositalarining, hurmatli talabalar, mana ko'rib turibsizlar. Demak, avtomatik o't o'chirish tizimiga sprinkler qurilmalari kiradi. Aynan sprinkler asosan yong'in xavfi yuqori bo'lgan korxonalarda o'rnatiladi. Yong'inga qarshi burchaklarni ko'ribsiz, hurmatli talabalar. Aynan ushbu burchaklarda ikkita o't o'chirish vositasi foydalanish to'g'risida yo'riqnoma bilan ikkita konus shakldagi chelak, ikkita kurak, ikkita changak, ya'ni bagor, ikkita bolta, suv to'ldirilgan idish bochka, qum to'ldirilgan yashiklar mavjud bo'ladi. Yong'in sodir bo'lganda quyidagilar mumkin emas. Birinchi, o't o'chiruvchilarni chaqirmay yong'in bilan mustaqil kurashish mumkin emas. Ikkinchi, elektr asboblarni tokdan o'chirmay turib suv bilan o'chirish mutlaqo mumkin emas, chunki bunday holatda tok urib olishi mumkin. Uchinchi, tutunni chiqarib yuborish uchun deraza va eshiklarni ochish mumkin emas. To'rtinchi, katta maydon yong'in ostida qolgan vaqtda liftdan foydalanish mumkin emas. Beshinchi, tutunli yo'lak yoki zinapoya orqali chiqishga harakat qilish mumkin emas. Oltinchi, tarnoq quvurlardan arqon va boshqa narsalarga osilib tushish ham mumkin emas. Yettinchi, derazalardan sakrash mutlaqo man etiladi. Xo'p, aynan yong'in sodir bo'lganda qish vaqtida biz bilamizki, yong'inga ya'ni isinishga bo'lgan talab nihoyatda ko'payib ketadi. Bunday paytlarda demak fuqarolarning is gazdan zaharlanish holatlari yuz beradi. Is gazdan zaharlanishni oldini olish hamda tabiiy gaz va boshqa muqobil yoqilg'i turlari bilan ishlaydigan isitish pechlari va anjomlaridan albatta xavfsiz foydalanish darkor. Is gazi o'zi nima? Hurmatli talabalar, is gazi asosan bu nima deydi? Rangsiz, hidsiz hamda ta'msiz eng ko'p uchraydigan zaharli birikma bo'lib, tabiiy gaz, yoqilg'i, ko'mir, o'tin cho'g'lari hamda ya'ni shu o'tin cho'g'larning to'liq yonmasligi oqibatida vujudga keladi. Is gazdan zaharlanish belgilari quyidagicha ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ya'ni yengil o'rtacha zaharlanishda bosh og'rig'i, bosh aylanishi bo'lishi mumkin, quloq shang'illashi, ko'ngil aynishi, qusish, hushdan ketish holatlari yuzaga kelishi mumkin. O'rtacha darajada zaharlanishda mushaklar bo'shashi, nafas qisish, puls tezlashuvlar, arterial qon bosimi pasayishlari yuzaga kelishi mumkin. Og'ir darajadagi zaharlanishda odam batamom hushidan ketadi, oyoqlari ko'karib yoki oqarib, yuzda qirmizi dog'lar paydo bo'ladi, puls tezlashib, arterial qon bosimi keskin pasayadi. Nafas olish sekinlashadi va chuqurlashadi. Mushaklar bo'shashib, tabiiy ehtiyojlarni beixtiyor bajarishi kuzatiladi. Nafas olish to'xtaydi hamda odam hayotdan ko'z yumishi mumkin. Is gazi bilan zaharlanganda birinchi yordam ko'rsatish tamoyillariga amal qilish. Zaharlanish manbaini imkon qadar tezroq bartaraf etish kerak. Jabrlanuvchini zaharlangan hududdan ochiq joyga, toza havoga olib chiqish zarur. Aynan ma'ruza bo'yicha demak aytilgan gaplarimiz tugadi, ma'ruzamiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.